payt ovqatlanish buyraklarga qanday ta'sir qiladi? Soat 22:00 dan keyin ovqat yesangiz, u to'liq hazm bo'lishi uchun 3 soat vaqt kerak bo'ladi. Buyrak hazm jarayonining oxirgi bosqichi hisoblanadi. Agar juda kech va juda ko'p ovqat yeyilsa, buyrakka ortiqcha yuk tushadi. Kechasi inson tanasi eng faol davrini boshdan kechiradi. Bu paytda ovqat iste'mol qilish natijasida siydikdagi kalsiy miqdori ortib, uni quyuqlashtiradi. Bu esa buyrak ichida tosh hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Eng yomoni, buyrak ichida siydik kengayib, atrofdagi asablarga bosim o'tkazadi va og'riqli holatga olib keladi. Buyrak inson tanasining suv omboridir. Juda kech ovqatlanish natijasida tanada natriy miqdori ortadi. Bu esa ertasi kuni yuzning shishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga bu jarayon oshqozonga ham zarar yetkazadi. Uyquga ketgandan keyin ovqat ta'sirida oshqozon kislotasi ajralishi davom etadi. Bu esa oshqozon shilliq qavatiga zarar yetkazib, jig'ildon qaynashiga va hatto tosh hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, sog'lom ovqatlanishga e'tibor qarating.